Kurama aylanayın kurama yok. Seni hakkında ölen aytmayın kurama yok. Tulpar mingan shulqorlari kuylamasam mening ko'nglim kurama yok. Kurama aylanayın kurama yok. Seni hakkında ölen aytmayın kurama yok. Kurama aylanayın kurama yok. Ölenle aytmay sende yaşap kurama yok. Biz mana shu Xol yigitlar oilasiga va Xol yigitlar xonadoniga biz tolmas kuch-quvvat eng so'ngsiz bir umidlar tilaymizki, kelajakda bundan da bir ajoyib joylar barpo etishiga tilakdoshmiz. Bugungi mana shu ochilish marosimini o'tkazyapti ekan, shu marosimga kelgan barchalarning ham kelajakda barcha niyatlari shunaqa amalga oshishiga va bunaqa tadbirkorlarimizning ko'payishiga tilakdoshman. Bugungi ba'zimni shunga bag'ishlangan ekan, shu ba'zimni ochiq deb e'lon qilaman. Müşkülleri asan sular ulu bizler yarattılar. Amin. Şu diyarda abad kılıp Amin. buna maksatda tam olsa maksatını kula özü yolda yavru. Onlarla yakkayı yaganı özünüz. Özünüz şularga kuvvet verin, özünüz medet verin, özünüz dergahınızda kabul kılın. Ve tekvar vardıgar. Serpersen, serdevlat olup, öne ösep, deli halkınızca birlik olup, cüzü yarık olup, koşkanlarımın koşa karı hamısı oynadırsın. Bana endi bu yerdan kelsin endi. Bismillahirrahmanirrahim. Asıl kesegen zorlan avali. Men gapirgan Jilg'alaring jildirashi dilga yoqar. Soylaringda suvlar emas sharbat oqar. Ilohim o'zingiz bosh bo'lib turasiz. Nodirbek ishlaringizga rivoj. Ilohim bu ishning oxiri bo'lib qolmasin, davom ettirib ketaverasiz. Xudo xolasa har yil bitta yangilik qo'shaversangiz, yanada ko'proq mehmonlar mana shu yerda turib qolishadi. Hozir endi mana shu Ashrafjon keling, ikki og'iz so'zni navbatini beraylik. Bu o'zi tadbirkorimiz, yigitimiz, qishlog'imizning boshlab ish boshlagan mana shu tadbirkor mana shu bo'ladi. Bilasizlar, bu bozor hammasi shuning qo'lida. O'zi oddiy yigit bo'lgan bilan bildirmayapti, cho'ntagida puli ko'p. Endi mana Xolid amakma bir o'zing davom sifatida chopon kiydirmoqchi ekan, marhamat. Qani videoga oladiganlar olib qo'yasizlar chiroyli qilib. Bir chiroyli qarsanglar bo'lsin. Qiyin yetadi, xudo xolasa. Akamcha o'zini qo'yib bergani yo'q. Mana hojayamga ham bir narsa olib kelgansizlarmi yana endi? Apking. Alloh taolo hamma narsani jufti bilan yaratgan. Mana Xolid amakning jufti haloli Mavjudaxon hojayamizga ham muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezmonlar. Mana bugun sharsharamizni ochishimiz mumkin ekan. Hammalaringizga rahmat. Bu sharshara butun qishlog'imiznikida, hammamiznikida bu yer. Hammalaringizga rahmat, e'tiborlaringizni kelganlaringiz uchun. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Qishlog'imizda tadbirkorlar soni ko'payaversin. Hammaning foydasi tegaversin har kimga. Bu ham savob amallardan. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Bu Nodirbek jiyanimizga Xolidamga Xudo kuch-quvvat bersin. Bundan ham chiroyli qilib, chiroyli maskanlarga aylantirsin. Bundan ham yana qishlog'imiz gullab yashnab, sitilar, chiroyli manzaralar, chiroyli makonlar paydo bo'laversin. Hammangizga rahmat, tabriklaymiz. Xayrli joy, chiroyli manzarali
xayrli joy bo'laversin. Rahmat. Zamoningni bir ko'raydi tongda quyosh. Oqshomlari oymomajon to'ymay boqar. O qurama aylanayin, aylanayin quramayo. Sen haqida o'lanni aytmayin quramayo, quramayo. O qurama aylanayin, aylanayin quramayo. O'lanni aytmay senda yashab quramayo, quramayo. Babolarim ot choptirgan dalalari, mamolardan meros qolgan allalari, kelajakdan go'zal doston aytib